Assalamualaikum qadrli ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Men riyosatchi Nazgul Tursunjon. Har kunki 10 minut vaqtinlarni ma'nolarga ega qilib kelayotgan Şinjan Sabah Madaniyat tarqitish chekish shirkati ishlagan Şinjan Danish Moliya buxgalterlik maslahatchilik chekish shirkati tajdorligini olgan Sabah kuyi programmamiz orqali sizlar bilan yana didorlashganligimdan intayin xursandman. Qadrli do'stlar, bu sam programmamizning aziz mehmoni bo'lsa Şinjan San'at yurti opera teatrining ataliq naqshchisi ham muqam malikasi qatorliq chiroyli nomlar bilan muqamlarni va xalq naqshlarini voyaga yetkazib o'rlab kelayotgan san'atkorimiz Gulnar xonim qarshi olamiz. Rahmat. Salam ekran oldidagi hurmatli azizlar. Sizlar bilan bugun mushu Sabah kuyi programmasi orqali yuz ko'rishganligimdan intayin xush bo'ldim. Men Gulnar Nurdin sizlarga cho'nqur salom. Qarshi olamiz. O'zingiz o'rlayotgan shu naqshlarga xos holatda qanday ishlardek nayt chiroyli yasanib chiqibsiz. Sizni ko'rib xursand bo'ldim. Bilishimcha shu naqshi kasb bilan shug'ullanatqili, muqomlarni o'rlayotqili sizga xeyli yillar bo'lib qoldi. To'g'rimi? To'g'ri. Unda bo'lsa muqom aytishni yurkingizdan yaxshi ko'rsiz deyman. Chunki dadamning ta'sirida, dadam bir xalq so'ygan, el so'ygan san'atkor. Dadamning ta'sirida biz oiladagi hamma bolalar mushu kasbda taraqqiy qilib, mushu kasbni yaxshi ko'rib, ham mushu kasbda o'qib, Şinjan'dagi har qaysi joylardagi o'maklarda o'zimizningki bir kishilik to'pimizni qo'shib mengyapmiz. Mundaqdan. Demak, endi oila muhitining ta'sirida, san'at oilasida cho'ng bo'lganingiz uchun balkim san'atga bo'lgan ishtiyoq tug'ildi. Keyingi taraqqiyotingiz butunlay o'zingizning tirishchanligi deb aytsak bo'ldi. To'g'rimi? Shundoq o'qituvchi ustozlarimningki yordami, o'zimning tirishchanligim, oila muhitimning, oila sharoitimning meni davomli qo'llab turishi bilan mushunchalik kunga keldim deb o'yladim. Shundoq. Albatta minnatdorlik har bir qalbdagi bir eng yuksak bir fazilat. Minnatdor bo'la olgan vaqtimizda ondan har bir qadamlarimiz texmo mustahkam besiladi ekan. Bugun undaq bo'lsa xalq naqshiriga muqomdan birini o'rinlamoqchimi yoki qanday filan bor? Bugun ijodiy naqsh aytib baqay dedim. Ijodiy naqshlardan ota-onalarga salom. Bu naqshninki ijodiyatchisi Qashqar viloyatlik san'at maktabining rabob o'qituvchisi Rayhongul Hayit xonim. She'r bo'lsa yo'ldishi Qurban Tursun efendim. Buni akkordlashtiruvchi, bu naqshni akkordlashtiruvchi Mavlon Mamtimin. Bu naqshini bolalari uchun, farzandlari uchun jafo tortayotgan barliq mehribon ota-onalarga cho'nqur salomimni yo'llash yuzasidan ularning huzuriga sunaman. Bo'ladi. Undaqda mehribon ota-onalarimiz bilan birlikda bu chiroyli kuyga quloq solaylik. Qani.
kuy man şundaq tanış anlandı. Burun bir aytqanmısınız? Burun bir aytqan, o çağda milliy muzikada aytqandim. Bu qitim qaytadan bir akkordlashtirib, do'stlarimizning huzuriga yana bir qitim sunğum keldi. İcadiyat bek yaxshi bo'lg'achqa, yadi qolmasin dedim. Sabah kuyi programmasi mushu yosh naqshchilarninki, ijodiyatchilarninki, yaxshi ijodiyat, yaxshi naqshchilar yadi qolmaydigan yaxshi bir sahna bo'pti. Shuningga bu naqshni yana bir sunib olay dedim. Yaxshi bo'pti. Xursand bo'ldik. Demak, hamda ota-onalarimizni qancha kuylasak, albatta azliq qiladi. Shuningga ota-onalarimiz uchun kuylangan bu naqshimi yana qayta anglag'inimizda yana bizga o'xshash hozir berdi. Rahmat sizga. Sizga rahmat. Qadrli do'stlar, darsan programmamizni bizning korxonchi do'stlarimiz alayda kuch bilan qo'llab kelyotdi. Bu san programmamizni, ham bu haftalik programmamizni Şinjan Danish Maliya Buğaltırlıq Məsləhətçilik Çəkiş şirkəti tajdorligini elib alayda qo'lladi. Endi ismidan chiqib turyotdi, Şinjan Danish Maliya Buğaltırlıq Məsləhətçilik Çəkiş şirkəti deb. Demak, endi do'stlarimizningki, demak, shirkat qurish mulozimati bo'lsin, moliya mufatish mulozimati bo'lsin, tarbiyalash mulozimati bo'lsin, undan boshqa boj ishlari mulozimati, shirkat boj marka ishlaridagi ishlari tur iltimos qilish, marka mulozimati qatorliq mana bu xil barliq ehtiyojlarni qamday oladigan bir shirkat. 2013-yil qurilgandan beri hozir yakka tijoratchilar va barliq ig'lik tiklaguvchilarning bir yaxshi oldin tanlashi bo'lib kelyotdi. Undan boshqa aloyiligi bo'lsa, bu mushu Şinjan ichida ham emas, mamlakat ichidami har qaysi joylarda 16 dan ortiq ish bajarish o'rni bor bo'lgan mushundaq bir mukammal shirkat. Shuningga mushjatga ehtiyoji bor do'stlarimiz bo'lib qolsa, Danishni oldin tanlash qilishinglarni umid qilaman. Hammamizning o'z huquq manfaatimizni qo'g'digan asosda andin mana shundaq yurishik mulozimatlarni o'lchamli sesimli shirkatlar orqali vujudga chiqarishini chin qalbimdan tavsiya qilaman. Undaqda hada bugungi chiroyli naqshingizga qanchalik sovg'a bersak ozlik qiladi, lekin bugungi hamda yuz ko'rishish yüzüden sizge azraq olsun ki soğuz tayarlıq, yani Şinjan Danish Maliya Buğaltırlıq Məsləhətçilik Çəkiş şirkəti 1000 yuanlik etibar kartası arqılıq sizin bunun dikinki taraqqiyatınızda hamda baj iştirak münasibətlik yoki manmışnaq markaga münasibətlik, şirket münasibətlik iştirakınız bo'lib qolsa 1000 yuanlik etibar bilan sizni kutib olmoqchi. Hoy, rahmat. Rahmat. Danish shirkatining ishlarining o'ngishliq bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Hada undaqda izchil chiroyli naqshlarınızı anglayotgan to'q orliqda uzilish bo'lib qolmasin. Ya'ni yangi kuylar orqali sabah kuyimizga mehmon bo'lib kelishingizni umid qilaman. Bo'ladi, rahmat. Rahmat. Qadrli do'stlar, bu san programmamizga chiroyli kuylar sizlarga yoqdimi? Undaqda atki san programmamizni ko'rishaylik. Şinjan Sabah Madaniyat Tarqatish Çəkiş şirkəti ishlagan Şinjan Danish Maliya Buğaltırlıq Məsləhətçilik Çəkiş şirkəti tajdorligini olgan bu san programmamizni nishada oyoqlashtiramiz. Atki sanimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.